Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Mana 1,5 yildan beri Dubayda yashasam ham mana shu joylarni faqat internetda ko'rardim. Alloh nasib qilgan ekan, mana chiqdik. O'sha afsonaviy desa ham bo'ladi, rekdagi, trenddagi o'sha atmosfera, mana o'sha sizlar ko'rgan mana basseyn, pastki mana atmosfera, Burj Khalifa, pastdan mana juda ham go'zal, mashalloh. Har bitta insonga mana shu yerlarga kelishlar nasib qilsin inshaalloh. Narxini aytmayman. Aytsam qo'rqib ketishinglar mumkin, narxini aytmayman. Bitta baho berib, o'zlaring uchun mana shu joyni bilib qo'yinglar. Kelsanglar, lekin puliga arziydigan vobsheta ovqatlanish, o'ta restoran, ovqatlanish, cho'milish, atmosferadan bahramand bo'lishinglar mumkin. Kelinglar. Allohu amin. Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiya, butun dunyo musulmonlariga, tutayotgan ro'zadorlarga hammalariga Allohim sabr bersin. Ro'za tutgan har bitta insonga mana shunday manzaralarda kelib, dam olishlar ota-onasi bilan nasib qilsin. Kimki kasalman bo'lsa, kimki problemasi bo'lsa, boshda muammosi bo'lsa, ro'za tutayotgan har bitta inson nasib bo'lsa inshaalloh mushkuldan ozod bo'lsin. Mana shunday joylarga kelib chiroyligina dam olishlar nasib qilsin. Ota-onalaring dastlab. Amin. Alloh